Assalamualaikum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugungi ishimizda Isuzu 5 tonnalik bu yerda qilinib o'tgan sistema zажиганияsi. Ko'rib turganingizdek, sifatli, akkuratni chiqqan, zo'r ishlatdilar, молодец. Endi bu qo'l bola tramblyor desagan bo'ladi. 90 gradusdan qo'yilgan datchiklar. Tak, bu sistemamiz qo'sha bobinga moslangan. Bu yoqda endi provodkalari yaxshi emas ekan. Simlari hozir ko'rib turganingizdek, sifatli 0.75 simdan, masalan, pitaniyalari, signalli simlari sichinesi 0.50 dan. Ko'rib turganingizdek, hammasi akkuratni taxlanib. Keyin bu yerda 2 kommutator 2 xil. Buni tekshirib ko'ramiz. Buni tekshirgan vaqtda обязательно nedan foydalanamiz? Oscillograf 8 kanalli. Hozir hammasini kabellarimizni taxlab bo'lib, jigutni bir qata tekshirib ko'ramiz.